4 xonali kvartiraga naqd 10 ta kartinka ilib berganmiz. Marhamat, zaldan boshlaymiz. Zalga 3 tali mana shunaqa high-tech kartinkamizni ilib berdik. Hozir bundan oldingi holatini ham ko'rsatamiz, do'posli qilib iloji boricha. Xo'p, koridorga chiqamiz. Mana soatni ham o'zimiz qo'yib berdik. Xo'p, koridorimizda 1.10 ga 60, 1.10 ga 1.10, 1.10 ga 60 3 ta kartinka ilindi. Mana bu sifatni qarang, aka. 3D bo'lib yonib turibdi. Xo'p, buni ham do'posli qilib ketamiz. Mana bu spalnigimiz. Polni pat stilida qilingan. Mana bu aboylari ham pat, lustra ham pat. Lustrani ham o'zimiz qilib berganmiz. Kartinka ham patli kartinka bo'ldi. Bunga ham bitta ko'rib baho berib ketasizlar. Mana bu oldingi holati. Endi davom etamiz. Detskiy xonamiz. Detskiy xonamiz mana shu mebellarga moslab turib, bunday kartinkalar qilib berganmiz. Ko'rishingiz mumkin, sifat voshum zo'r. Juda chiroyli chiqdi. Endi keyingi xonamiz mana 4-xonamiz spalniy bo'ladi. Spalniy xonamizda mana bunaqa lunali naqalar qilingan, lustralar qilinganligi uchun bunda ham lunali effekti bor, bunaqa sharikchalari bor, kartinka qilingan. Bunga ham ko'rib baho berib ketishingiz mumkin. Xo'p, ishlarimiz yoqqan bo'lsa, like bosing, kartinka qidirib yurgan do'stlarga jo'natib qo'ying. Bizda mana shunaqa xizmatlar ham bor, ya'ni o'zimiz xonadoninglarga borib, rangi, razmeri, dizayni, hamma narsasini maslahatini berib qilib bera olamiz. Bu xonadon egalari ham xuddi shu xizmatdan bepulga foydalanishdi. Sizlar ham foydalaninglar. Nomerlarimizni pastda chiqazib qo'yamiz. Ishimiz yoqqan bo'lsa, like bosish esingizdan chiqmasin. Sog' bo'linglar.